Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning hadislari Qur'ondan keyingi ikkinchi manba sanaladi. Qur'oni Karimni o'zicha tafsir qilishlikning imkoniyati yo'q. Qur'onni Qur'on bilan tafsir qilib turib, keyin uni boyitishlik uchun hadislarga murojaat qilinadi. Payg'ambar alayhisalom bu oyat haqida nima deganlar? Payg'ambar alayhisalom buni qanday tushunganlar? Sahobalar qanday tushungan? Ana demak bu uchun esa hadislarga o'z-o'zidan murojaat qilinadi. Payg'ambarimiz alayhisalom tirik vaqtlarida hadislar yozib borilmagan. Ba'zi manbalarda aytiladi. Bir kishi bor edi, Payg'ambar alayhisalomning og'zlaridan chiqqan gapni yozib borardilar. Shunda u kishini qaytarishdi. Payg'ambar alayhisalomning har gaplarini yozib boryapsiz. Payg'ambar alayhisalom ba'zan shunchaki gapirgan bo'lishlari mumkin, hazil holatda aytgan gaplari bo'lishi mumkin deyilgandi. Payg'ambarimiz alayhisalom yo'q dedilar. Yozursin dedilar. Men har qanaqa gapni gapiradigan bo'lsam ham haqni gapiraman dedilar. U hazillashib turib yolg'on gapirishlik, bir odamni kuldiraman deb biroz mezondan chiqib ketib qolishlik bizlarga xos. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam va ma yantiqu anil hawa. Payg'ambar alayhisalom o'zlaricha gapiradigan so'zlari bo'lmagan. Faqat Alloh subhanahu va taolo vahiy qilgan narsanigina Payg'ambar alayhisalom gapirardilar.